esa o'z sinovsiz chiqaradi. Qarang bu yulduzlar, mucha olgan odamlar, sonsiz tunugun. Men Vohidov Umar Ayzvedek ishida tahsil olib, huquq fanidan 30 dan 30 ishlagan holda Toshkent davlat yuridik universitetiga talabalikka tavsiya etildi. 2025-yil 14-iyul sanasida imtihondan chiqiboq o'sha so'zni trendga chiqarib yuborgan o'quvchimiz shu bo'ladi. Ya'ni nechta ishladim deb o'ylaysiz degan intervyuda inshaalloh 30 dan 30 deb javob bergan va nasibasi o'laroq haqiqatda 30 dan 30 ni qoyillatib qo'ygan o'quvchimiz aynan Umarbek bo'ladilar. Umarbek, aynan bunker rejimimizni sizga qanday foydasi tekkan? Aynan nima uchun shu joyni tanlagansiz? Bunker rejimining eng yoqadigan tarafi raqobat kuchli bo'lardi. Agarda testlardan kam ishlagan taqdirda juda ham men o'zimni yomon his qilgan holatda birinchi o'rinda bo'lishni xohlardim. Va o'shanga intilardim. Va o'sha videoni hozir yuklaymiz. O'quvchilar bir-biri bilan bellashib 3 ta o'rinda sovrin qo'yilgan edi va o'sha testlarda kim o'zlariga bir-biri bilan bahslashib, bir-biri bilan tortishib, kim ko'p natija ko'rsatishga o'ynagan edi va bular bolalarni qiziqtirish uchun ham bitta turtki hisoblanadi. Agarda siz ham mana shu bunker rejimimizda kuchlilar ichida kuchli bo'lib o'qishni xohlasangiz, izohlarda bunker so'zini yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz.